Assalomu alaykum. Bugun 2025-yil 31-yanvar. Bugun biz sizlarga bir kunda rostdan ham 10 ming, 12 ming, ya'ni soatiga 1000 ta, 1200 ta g'isht ishlab chiqaradigan 4-avlod stanogimizni taqdim qilamiz. Bu stanogimizni ishlab chiqarishdan oldin 3-avlod stanogini sotgan klientlarimiz joyiga bordik. 3 yil, 4 yil davomida ma'lumotlarni to'pladik, yig'dik, nima qilsak qulay bo'ladi. Men o'zim muhandis, injenerman. 3-avlod stanoklari eng ko'p chiqargani 7-8 minggacha olib chiqoldi. Atak sredniy stabilniy bir kunda ertalabdan obedgacha 3 ming, obeddan keyin 3 ming, ya'ni 6 ming g'isht qo'ygan bu ikkala stanok rasmda ko'rib turganingiz. Bu bo'lsa haqiqatdan ham bir kunda 12 ming g'isht chiqarish xususiyatiga ega. Endi stanokka qolgan joylari bilan tanishtirishni boshlaymiz. Bu transportyor lenta. Transportyor lentani ko'p joylarda ko'rgansizlar. Bunaqa himoyalangan bo'lmaydi. Yonlari ochilib yotadi. Lentani o'zi ikkita baravanga kiydirib qo'yilgan. Transportyor lenta borib pastdan qaytadi. Ya'ni pastdan qaytayotgan tomoniga qurtdek yoki yong'oqdek bo'lsa ham loy kirib ketadigan bo'lsa, borib pastdagi baravanga yopishadi-yu, transportyor lentani o'ynatadi. O'ngga chapga qilib surib chiqarib yuborish mumkin. Ana o'shaning uchun transportyor lenta har doim himoya qilinadi. Transportyor lentani ichki tomonidan ham mana rezinkalari o'tkazilgan. Rezinkalari ichiga loy kirib ketmasligini oldini olib turadi. Loy bu yoqda bo'ladi. Ikki kishi bemalol u yoqdan bir kishi, bu yoqdan bir kishi turib, loyni bemalol tashaveradi. Cho'chimasdan. Ya'ni hech qayerdan loy kirib keta olmaydi transportyor lentani ichiga. Stanok bu yerdagi loyni quyib bo'lgandan keyin endi narigi loyga o'tish uchun u tomondan bir kishi tortadi, bu tomondan bir kishi loy ko'tarib turadi buni. Loy yurib narigi loyga o'tib yana qo'yadi-da, yana ishini davom ettirib ketaveradi. Ya'ni qulay qiling. 11 kilovatlik tok bilan bir kunda 12 ming g'isht chiqaradigan bo'lsangiz, bu juda katta yutuq. Motorimiz 11 kilovat. Reduktorimiz tagida 200 talik, SDO 200 deyiladi. Xodi shagi bo'ladi buni, ya'ni 20 ga 1. Loy tushadigan joyi. Bu transportyor lentadan loy keladi va bu yoqqa shinakka tushadi ichkariga. Shinak kattagina qilingan, bemalol tushgan loyni yutib olib kirib ketaveradi. Mushtukka suv berib turadi bachokdan. Mushtukka ichida kanallari bor, 3 ta suv chiqarib turadi. G'ishtni to'rtta tomonidan silliq chiqarib beradi. Endi bu rezak bo'limi, ya'ni g'ishtni kesadigan joyi. Bitta itarib kesganda 8 ta g'isht paddonga tushib qoladi. Endi buni 2 kishi ko'tarib u tomondan bu yoqqa aravaga qo'yaveradi. Ya'ni 1, 2, 3, 4 ta mana paddoni bor. Har bitta aravaga 4 tadan paddon ketadi. 4 ta paddonda 8 tadan g'isht ketadi. Bir kunda 10 ming, 12 ming g'ishtlab chiqarish uchun nima sharoit bo'ladigan bo'lsa, biz 3 yil davomida tajriba to'plab hammasini shu stanokka kirgizdik. Xudo xolasa bu stanok 10 ming, 12 ming g'ishtni qoyil qilib chiqaradigan stanok bo'ldi. Kitni ochamiz mana. Ichida ikkita puskatel, tagida ikkita teplomeri bilan. Yonida 3 ta knopkasi mana. Endi puskatel stanokka qo'shadigan bo'lsa, tagidagi teplushkasi teplomer. Simlari qizishi, yoki bitta faza ketib qoladigan bo'lsa, simlarda qizish yuzaga keladi. Xullas qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, motorga nisbatan qanaqadir xavf sezadigan bo'lsa, teplomer sirazi motorni o'chirib qo'yadi. Shu o'rinda bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. YouTube'ga kiradigan bo'lsangiz, g'isht stanogini reklamalariga to'lib yotibdi. Nimaga? Bu haqiqatan ham zo'r biznes. Bir kunda 10 ming, 12 ming g'isht chiqaradigan bo'lsangiz, siz boshqa ish qilishingiz kerak yo'q. Ko'rpa to'shak qilib stanok oldida yotib olsangiz bo'ladi. Hamma orzu havasingizni erishtirib qo'yadigan narsa. YouTube'ga kiradigan bo'lsangiz, bu sferada rosa ham yolg'on yashiq gaplar ko'p. Vulkanizatsiya ham kerak emas, tashib olgan ikkita ballonni olib kelib yamab, ustiga metallon ortib, kraska qilib, kuniga 12 ming g'isht chiqarasiz, odamlar yetalab ketavergan. Bizga zakaz berish qanaqa bo'ladi? Kelasiz, stanokni ko'rasiz, 75% oldindan to'lov qilasiz, 20-25 kun muddatda stanogingizni yetkazib beramiz. Sizdan zakaz olgandan keyin, zaklat olgandan keyin biz qo'limizga bolgarka apparat bilan svarka apparat tushib, metallonga kirib ketmaymiz. Biz tizimli ishlaymiz. Har bitta detal yangi detallar. Listga zakaz bo'ladi, to'liq raznoy riskga kirib ketadi u. Frezanli riskalar, to'kurni stanoklar hammasi ishga tushishni boshlaydi. Ular muddati bilan keladi.
Bu yerda mana shu orqa tomonda o'zimizning ustaxona bor. O'sha yerda sizni stanogingizning sborkasi boshlanadi. Ana endi stanokka bitta zapuskat qilib ishlash jarayonlarini ko'rsataman.